Cemiyetimizde pufkumuz oluşaş mı şu boyan bir tarafga maymoq bolalar bir qadar ko'pkan. Endi bu kasal shejing deymiz, yani bo'yni maymoqma deb qo'yamiz. Endi bu to'lgan chog'da shu bo'yanning bir muskuli bir tarafga ching tortishib qilib shunday maymoq bo'lib qoldi. Ya'ni shu so'rovchi deymiz, buni chaqatarlar da ko'rib qanday davolashib bilmaydi ekan. Bu atarlar men bilan aloqalar saqlab bo'ldi. Ünlüler numaram 181 9988 7734 mush numara aloqalar saqlab bo'ldi. Odatda shu asosan mush muskulni bo'sh emas, operatsiya tez operatsiya qilmada qimmat emas. Asli kelishimi tez buniki. Operatsiya qilib bo'lgandan keyin 100 asli kammasmi, lekin ilgari qaragan chog'da ko'rtanib yaxshilandi. Bu operatsiyani imkon bor burra qilindi bo'lmasa, men yuz shaklini o'zgartirib qo'ydim. Bu yandan baymoqlikni o'ngshug'ul bo'lgan bilan, lekin bu yuz shaklining baymoqlikni o'ngshug'ul bo'lmaydi. Tövəndə mən elimizdəki operasiyadan keyin 2 haftadan keyingi ahvalını çıxarıb qoydum, ko'rib baxsanız bo'ldi. Aştaqlı bunda qilib. Bunda ağrı qaşam yo'qmi? Bunda qilsam, tuz tutsan-chi. Ağrımaydi. Pek so'zib san ağrımaydi-ku.